Rustam, rassol kelibdi, yur kutib olaylik. Yuring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bandar aka. Qani kiramizmi? Kiramiz aka, faqat siz ishingizga aralashmoqchi emasman. Shuni sakit qilmoqchi. Hozir yuvintirmoqchi bo'lgan inson bu meni tog'am bo'ladi. O'shanga eshitganmisiz yo'qmi, Erkinboy degan inson bo'lgan tog'am. Juda mansabli, obro'li inson bo'lgan. Shu imkon qadar endi yaxshi inson tog'amni yaxshilab cho'miltirib, yaxshilab yuvintirib, oxirgi manziliga shu yordam bersangiz kuzatishga. Erkinboy deng. Birinchidan bu odamni hozir g'assoldan keyin mayit deb atashadi. Ikkinchidan bu odam agar haqiqatdan ham hayot davrlarida hurmatga sazovor yashab o'tgan bo'lsalar, qani etinchi o'zlari turib yuvinib oxirgi manzilga keta olarmidi? Mani kechirasiz do'stim. Ajal darvozasiga shoh bo'ladi. Barobar. Men odam ajrataman. Qani boshlang endi. Sayirdan tavoning kibrlanib ketsa zaboning, alhamduni unutgan oning, qabristonga bir bor borib